Agar biz birlashsak, tez orada YouTube har birimizning uyimizga oltin ijodkor tugmasi yuboradi. Salom. Siz ham xuddi men kabi bu savolga duch keldingizmi? Qachon YouTube kanalimda obunachilar ko'payadi? Menda ajoyib kontent bor, ammo YouTube meni ko'rsatmayapti. Obunachi yig'ish, birinchi 1000 kishiga yetishmin, bu juda qiyin. Kutishdan charchadim. Shunday emasmi? Men ham bilmaganim uchun obunachi ko'paytira olmayapman. Lekin xayolimga birdan bir fikr keldi. Agar hammamiz birlashsak-chi? Millionlab odamlar YouTube'da pul ishlamoqchi. Bu reja. Bu videoni ko'rayotgan obunachi ko'paytirishni istagan har bir kishi bir-biriga yordam beradi. Keling, 1000 kishining kuchli jamoani tuzaylik. Agar bu ish bersa, obunachilarimiz tez fursatda milliondan oshib ketishiga ishonaman. Demak, bizning million obunachiga erishish rejamizning 4 ta qadami bor. Diqqat qiling. Birinchi qadam: hoziroq mening kanalimga obuna bo'ling va bu videoga like bosing. Zero ko'proq odamlar bu rejaning borligini bilishi kerak. Ikkinchi qadam: bu videoni obunachi ko'paytirishni xohlaydigan barcha do'stlaringizga tarqating. Bizga ko'proq ishtirokchilar kerak. Uchinchi qadam: izohlarga o'zingizning tartib raqamingizni va @belgisi bilan kanal nomingizni yozib qoldiring. Men o'zim birinchi bo'lib obuna bo'laman. 4-qadam. Izohlarda o'zidan oldin yozilgan har bir kanalga obuna bo'lishingiz kerak. Obuna bo'lib chiqib ketish yo'q. Bu bir-birimizga bo'lgan hurmat va ishonchimizni yo'qotadi. Bu birgalikda muvaffaqiyatga erishish rejasidir. Qachongacha hech qanday harakat qilmasdan obunachi ko'payishini kutib turamiz? Hoziroq birinchi qadamni qo'ying. Internet, telefon hech kimga muammo emas. Cheklov yo'q. Obuna bo'ling, like bosing, tarqating va izohlarda kanalingiz nomini qoldiring. Bizning yangi hayotimiz shu yerdan boshlanadi. Boshladik. Agar biz birlashsak, tez orada YouTube har birimizning uyimizga oltin ijodkor tugmasi yuboradi. Men bunga ishonaman. Harakatni boshlang.